qalbini tarbiyasiga e'tibor berib, qalbi ila Allohga iymon keltirib, Allohning aytganini qilib, qalbini obod qilgan, Allohning zikri ila qalbi orom olganlarni Alloh taolo demak o'zining bandasi deb biladi. Ularga bu dunyoyu oxiratning baxtini beradi, saodatini beradi. Ana o'sha qalb ilmini o'rganadigan buyuk ilm, ruhiy tarbiya ilmida aytiladiki, insonda ana o'sha qalb degan narsa betarbiya turgan bo'lsa nafsga aylanadi. Nafs narsasi yomonliklarga chorlovchi holat bo'ladi. Insonni gunoh ishlarga chorlaydigan, yomonliklarga undaydigan, turtki bo'ladigan, demak o'sha ichidagi latif narsani nafs deyiladi. Nafsini so'ziga kirib uni qilib qo'yibdi, nafsini kuyiga tushib buni qilib qo'yibdi deb yomon ishlarni qilganlarni xalqimizning ichida ham shu gaplar bilan sifatlanadi. Qur'oni Karimda bunday nafslarni al-ammara bis-su deydi. Yomonlikka ko'p amr qiluvchi, egasini buyuruvchi nafs bu. Egasini yomonlikka chorlaydi. Ertalab bombatga turib nima qilasan, maza qilib uxlamaysanmi deydi. Falon narsani mas bo'lish uchun ichib kayf qilib yurmaysanmi deydi. Ayshi ishrat qilmaysanmi deydi. Yoshligingda o'ynab qolmaysanmi deydi. Faqat yomon narsaga chorlaydi. Ana o'shani nafs ammara bis-su, yomonlikka buyuruvchi nafs deyiladi.